Qo'qon shahrida avtomobil saloniga sig'may, tanasining yarmini tashqariga chiqarib olgan va yo'lovchining bu harakatlarga beparvo bo'lgan shaxslarning qoidabuzarligi ham ijtimoiy tarmoqlarga tarqalib, turli e'tirozlarga sabab bo'ldi. Men o'rtog'imni mashinasida, Charxiy ko'chasida oynadan chiqqanman. Bu ishim orqali o'zimni hayotimni xavf ostiga qo'ydim. Bundan juda ham afsusdaman. Xatoimni tushunib yetdim. Bu ishim uchun menga qonuniy chora ko'rishdi. Endi bu holat boshqa qaytarilmaydi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Haydovchilik guvohnomam yo'q, akam mashinasini olib Charxiy ko'chasida harakatlanib ketib turganimizda o'rtog'im boshini chiqardi. Bunday holat takrorlanmaydi. Qoidabuzarligimga qonuniy chora ko'rishdi. Qilgan ishimdan pushaymonman. Ushbu qoidabuzarlar ham qilgan ishidan pushaymonda. Afsuski, endi kech. Holat yuzasidan o'rganishlar olib borilganda ushbu Matiz rusumli transport vositasining haydovchisi hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib transport vositasini boshqarganligi aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video yuzasidan haydovchiga va uning yo'lovchisiga nisbatan o'rnatilgan tartibda qonuniy chora ko'rildi. Hurmatli haydovchilar, unutmang, kichik bir qoidabuzarlik ham kutilmaganda sizga katta muammolarni olib kelishi mumkin. Shunday ekan, yo'l harakati qoidalariga so'zsiz amal qiling. Yo'l qoidasi umr foydasi ekanligini unutmang.